boy emasmiz arzon narsa xarid qilgani. Umringlarni, pulinglarni ortiqcha sarflagandan ko'ra bitta to'g'ri vrach tanlanglar. Bunda umuman qo'rqadigan joyi yo'q. Qo'rqadigan jarayon, men o'ylaymanki, noto'g'ri vrachga tushib qolish. Patsientlarimning orasida eng sho'x desam ham bo'ladi. Tadbirlarda ko'p yuraman, ommada ko'p aralashaman. Fotograflardan iloji bo'lsa, mana shu rakursdan olsin, bu rakursdan olmasin deb turardim-da. Operatsiyadan keyingi birinchi haftalik qanday o'tdi? Qancha katta jarayon, To'g'ri. Shu jarayonni o'zida men 1 sutkada chiqib ketdim. Men o'sha holatim yaxshi edi. Atrofdagilarning sizga bo'lgan munosabati o'zgardimi? Voy, Dinora opa, rosa chiroyli bo'lib ketibsiz. Bizdan ham yosharib ketibsiz. Xursand bo'ldim endi tashqarida. Oldin osilgan yuzlar bilan turardim-ku, hozir tarang yuzlar bilan turmanman-da. Men 40 kilo vazn tashadim va menda kuchli osilish paydo bo'ldi. Narkozdan qiynalmadim men. Psevdokosmetologlar ko'payib ketdi-da. Bu Facebook, bu yuz. Sani bir qorning emas bekitib turadigan, sani bir boshqa joying emas yopib turadigan. Bir umrga deformatsiya qilib tashladi. Uni tuzalmaydigan darajaga olib borib tashladi. Qaytib tiklab bo'lmaydi uni. Hurmatli ayollar, mana shu jarayonlarni hammasini muvaffaqiyatli o'tkazgan patsient sifatida har doim to'g'ri vrach tanlaylar. Mana shunaqa, nima deydi, ishini xatosiz qiladigan.